Ilya, agar Islom UFC 322 da mag'lub bo'lsa, sen mag'lub bo'lgan Islomga qarshi jang qilishni xohlarmiding yoki g'alabali seriya bilan kelayotgan Arman bilanmi? Uzr, bu so'zning tarjimasini eslay olmadim, lekin agar Islom mag'lub bo'ladigan bo'lsa, u Dog'istondagi fermasiga qaytib qo'ylarni boqishda davom etishi mumkin. U yerdagi fermasiga qaytib qo'y boqar bu cho'ponlik. Ha, cho'ponlik qilishda davom etishi mumkin. To'g'ri aytdimi? Shunday. Agar u jangda yutadigan bo'lsa, men uning vazniga ko'tarilaman. Bu 100%. Sen yaqinda Oq uyda bo'lib o'tadigan UFC turnirida qatnashishingga shubha bildirmasliging haqida post qoldirding. U turnirda qaysi jangchi sen uchun ideal raqib bo'la oladi? Islom Makhachev. Menimcha bu jang UFC tarixidagi eng katta janglardan biri bo'ladi. Sababi hozirgacha hech kim 3 ta kamar uchun jang o'tkazmagan. Va Islom o'zining vaznida dominantlik qilib hammani finish qilgan. Keyinchalik u vaznni o'zgartirdi. O'ylashimcha bu jang juda katta e'tiborga sazovor bo'ladigan event bo'ladi. Bizni ham, UFC'ni ham hammasi qoniqtirsa kerak. Yana ko'pchilik men va Paddy o'rtamizdagi jangni ham ko'rishni istaydi. Bizning o'rtamizda o'zimizga yarasha tarix bor. Menimcha hamma endi bu yerda ayta olmayman, u bilan bir ishni qilishimni istaydi.